Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ishxonamizda ishlar davom etmoqda. Bugungi ishlarimizdan mini ekskavator, mini kombayn, shularning barcha kasalligi, ko'pchilik norozi bo'lgan kasallikdan biri shu sepi bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, вообще to'kilib, tishlari chiqib, troslari вообще uzilib, nima bo'lib ketgan. Biz bunga xudo xohlasa yechim topib, o'zimiz samodelka qilib, qalinligi 1,5 santimetrlik bo'lgan, orasida qalin tros bor lentamizdan moslab qilib berganmiz. Inshaalloh juda chiroyli chiqdi. Bundan kombayn ham yasab berdik. Uni videosini hali qo'ya olmadik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol jamiki go'shtnisni texnikalarga yasab o'rnatib beramiz. Yoqqan bo'lsa like bosib, o'zingizning fikringizni bildirib ketasizlar. Inshaalloh bu ham juda chiroyli chiqdi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ishxonamizda ishlar davom etmoqda. Bugungi ishlarimizdan mini ekskavator, mini kombayn, shularning barcha kasalligi, ko'pchilik norozi bo'lgan kasallikdan biri shu sepi bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, вообще to'kilib, tishlari chiqib, troslari вообще uzilib, nima bo'lib ketgan. Biz bunga xudo xohlasa yechim topib, o'zimiz samodelka qilib, qalinligi 1,5 santimetrlik bo'lgan, orasida qalin tros bor lentamizdan moslab qilib berganmiz. Inshaalloh juda chiroyli chiqdi. Bundan kombayn ham yasab berdik. Uni videosini hali qo'ya olmadik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol jamiki go'shtnisni texnikalarga yasab o'rnatib beramiz. Yoqqan bo'lsa like bosib, o'zingizning fikringizni bildirib ketasizlar. Inshaalloh bu ham juda chiroyli chiqdi.